Assalomu alaykum, qadrli Vodiylik dehqon bola YouTube kanali a'zolari. Xudo xolasa mana bugun qulpinaylarimizga dastlabki suvni berish uchun keldim. Suvlarni ochdim. Qulpinay ishiga bir 10 kuncha bordi, video qo'ygandim. Lekin bugun odamni ko'zini quvontirib 31-mart sanasiga mana bundaqa qulpinaylarimiz pishishni boshlab yuboribdi. İnşallah barakasini bersin. Hop. Men 6 yildan beri qulpinoy ekib dehqonchilik qilsam, meni qulpinoylarim 1-marta 31-mart sanasiga mana shunday qizarib pishdi. Men bugun o'sha pishish oldidan suvini qo'yib, inshaalloh yaxshi niyatlar bilan Xudo xolasa bir 10 kunda pishadi deb niyat qilib yurgandim. Qulpinoyimiz bizni shashtirib yubordi. Xudo xolasa kartoshka bilan ovora bo'lib, bu yoqqa kelgani qo'lim tegmayapti deyarli. Bugun nasib zo'r. Natijani ko'rib men juda xursand bo'ldim. Xudo xolasa uzoq bir haftada, demak, bizni qulpinaylarimizni sotuvga tayyor ekan. Dalada pishgan qulpinoy bugun 31-mart sanasiga. Dalada birinchi pishgan qulpinoy. Hop, bugun qulpinoy ichiga ekilgan chisnoylarimizni yulishni boshladik. Inshaalloh. Yulib, endi bu bizga o'zini nima deydi, ishini bajarib berdi, vazifasini to'liq bajarib berdi. Yulib qulpinoylarni alohida ajratib qo'yganmiz. Inshaalloh chisnog olaman deganlarga ham Xudo xolasa miqdori cheklanmagan miqdorda bor. Qulpinoy olaman deganlarga ham Xudo xolasa inshaalloh mana natija yomon emas. Keyingi hafta shu kundan boshlasak kerak. Nasib terim boshlab yuboramiz. Inshaalloh mana bugun suvini qo'ysak, dalada pishgan qulpinoylarni bozorga yetkazib turibmiz-ku. Shuni ulashay dedim. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Barcha dehqonlarga omadini bersin. Ular qatori bizni ham ko'pga bersin, ko'p qatorda bersin. Alloh hammamizga qilayotgan ishimizni xayrli, barakatli qilsin. Sog' bo'linglar.